o'rash har kimning vijdon erkinligi bilan bog'liq narsa deb bilaman. Bizga o'qishda birinchi kunida ichki nizom bo'yicha ro'mol taqiqlanganini aytishdi va shu sababli darslarga kirgizishmadi. Biz Shayxontohur tumani ma'muriy sudga murojaat qilgandik. 20 fevral kuni sud jarayonlari bo'lib o'tdi va sudning hukmiga ko'ra mening arizam rad qilindi. Agarda shahar sudida ham arizamiz ijobiy javob berilmasa, xudo xolasa, oliy sudga murojaat qilish niyatimiz bor. Ro'molni o'rash umuman taqiqlanadi. Har qanday ko'rinishda o'rash taqiqlanadi deb ko'rsatishgan bular ichki qarorlarda. U qarorni men bekor qilishni so'raganman sudda. Belgilangan bir forma bor, ham oliy ta'lim tizimida, oliy ta'lim vazirligidan shu formada kelinadi. Despot u forma bo'yicha yo'q kerak.